etiladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Men o'yinda qishloq jejellaridan foydalangan holda g'alaba qozonmoqchiman. To'xta, sen endi Razdarni o'ldira olmaysan. Jejel qo'ysangchi, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar o'lsang, qayta tug'ilmaysan. O, rahmat. Yaxshi, kelinglar urinib ko'ramiz. Yaxshi, biz buni qildik. Xo'sh, qanday qilib men o'yinda qishloq jejellari sivilizatsiyasidan foydalanib g'alaba qozona olaman? Nima ham sodir bo'lardi? Yo'q, qurbaqachon, bu safar meni sivilizatsiyamda g'alaba qozona olmaysan. Bu yerda nimangni unutding? Qanday jonimga tegdingizmi? Yo'g'rida. Qo'y, nimalar qilyapsan? Nima? Sen rosa ham meni o'ldirmoqchimisan? Unutding. Meni qo'yib yubor, bu shunchaki tasodif edi xolos. Voy, og'riyapti. Qochishni bas qil. Jenursin, men tezda yashirinadigan joy topishim kerak. Balki shu yer. Qo'y, bu yerda qayerda yashirinish mumkin? Iltimos, yordam bering, men orqamdan Grox qo'lyapti. To'xta, o'zi bu yer qanaqa joy? Bu Groxing suyuqligi ishlab chiqariladigan fabrika. Mana bundan tatib ko'rishni xohlamaysizmi, janob? Menda bunga vaqt yo'q. Yo'q, qanday jirkach. Siz Groxing suyuqligini jirkach dedingizmi? Senga nima bo'ldi? Qo'y, bu yerda sur. Qo'y, birodar, men seni hozir o'ldiraman. Kechirasiz, shunchaki men qochishim kerak. Meni Grox o'ldirmoqchi. Yo'q, to'xta. Bu Lord Grox. Qanday Grox? Grox, men hammasini tushuntirib berishim mumkin. Hech narsani tushuntirishing shart emas. Sen rosa ham endi Razdarni o'ldira olaman deb o'ylayapsanmi? Aha. Endi meni qullarimdan biriga aylanasan. Xo'sh, server nimani kutyapsan? Tezroq mana bu qurbaqa basharani qishlog'iga aylantir. Ustimdan kulyapsizmi? Yanami? Men tayyorman. Agar o'yindan o'tishga harakat qilayotganingni ko'rsam, seni jazolayman. Sen buni uddalay olmaysan. Groxni o'ldirishga urinish unchalik yaxshi g'oya emas edi. Bu qayta hammasini qiyinlashtirdi. Lekin bu meni to'xtata olmaydi. Men bu endi Razdarni yengaman. Bu yerni yaxshiroq o'rgangan ma'qul. Va mana bu yerdan boshlaymiz. Jenursin. Sen dag'imda nima qilyapsan? Yaxshimisan? Bu meni uyim. Bu yerda nima qilyapsan? Yaramas. Tinchlan, iltimos. Bu yemdan yo'qol. Bo'ldi, yaxshi. Mana ketyapman. Men ozgina ovqat yig'ishim kerak. Kechirasiz. Rostdanmi? Nimalar qilyapsan? Biz o'g'lim bilan bu fermani qurgandik. Sen esa uni shunchaki yo'q qildik. Yaxshi, men unda shunchaki o'g'ri bo'laman. Qo'y, bu o'g'rilik. O'zingizda bor hamma narsani tezroq chiqaring. Menda taxtali qilish bor va sizlar mendan qo'rqishingiz kerak. Tushundingizmi? Nahotki bu bola biz rosa ham qo'rqyapmiz deb o'ylayapti. Bo'linglar. Menga pullaringlarni beringlar, tezroq beringlar. Men qo'rqyapman. Men juda ham qo'rqyapman. Oyim qani? Meni o'ldirmang. U yosh bolani o'ldirdi. U haqiqiy kelba. Unga pul bering tezroq. Qandaysa qurbaqachon, o'zingda bor hamma narsani ber. Birodar, mening inventarimda taxta qilishdan boshqa hech narsa yo'q. Jenursin, sen kambag'alsan. Men politsiyani chaqirdim. Barakalla, Richard. Qani ketdik. Bu yigitni hozir hibsga olishyapti. Birodar, tasavvur qil, boya agar u yerni men o'g'laganimda hozir meni qamoqqa olishardi. Qo'y, nega menga unday qarayapsiz? Men hech narsa qilmadim. Yaxshi, qo'limdan hech narsa kelmadi. Senda olmos bor ekan. Demak, nimadir taklif qila olasan. Ko'raylikchi. Bu yana qanday takliflar? Jenursin, men qandaydir narsa sotib olishim kerak va qanday qilib o'yindan o'taman? Menda yaxshi taklif bor. Yaxshi, bu menga yordam beradimi? Albatta. Qani ko'raylikchi. Endi portal narsalari bitta zumradga. Birodar, to'xta, hech qayerga ketma. Jenursin, uni qayerdan topsam ekan? Bizni uy yonib ketdi. Bu juda ham qayg'uli. Meni ishga bolamdan boshqa hech narsam yo'q. Dadajon, endi nima qilamiz? Buni eshitishdan afsusdaman. Menga qarang, sandiqda nima bor? Bu bizda qolgan hamma narsa. Qiziq, juda qiziq. Xavotir olmang, men sizga ko'p pul beraman. Rahmat, yaxshi janob. Nega bizni yagona zumradimizni oldingiz? Nega bunday qildingiz? Qo'y, Jeterjon, men zumradni keltirdim. Mashaqqat chekishga to'g'ri keldi. Bo'la qol. Men bu sivilizatsiyada aniq yutaman. Bu o'ylaganimdan-da osonroq bo'ldi. Politsiya, Groxing sivilizatsiyasida o'yindan o'tish mumkin emas. O'yindan o'tishga uringaningni tan olishni xohlamayotgan ekansan. Biz seni yolg'on detektorida sinovdan o'tkazamiz. Nima? Birinchi savol. Sen o'yindan o'tishga urindingmi?
Albatta yo'q, axir bu noqonuniy-ku. Yaxshi, ketishib ko'ramiz, rost gapirayotganmikansan. Qo'y, o'zing yasagan yolg'on detektorini ishga tushir. Mashina gapiryapti, u aldadi. Nima? Men aldamayapman. Chet elda shunday mashina borligini bilarmiding? Keyingi savol. Groks onasini yaxshi ko'rasanmi? Albatta yo'q. Aldayapti. Ha, men bunga ishonaman. Nima? Keringlar bir shunchaki unutamiz. Qo'y, qurbaqajon, men seni o'ynab o'tishga urinayotganingni ko'rdim. Nima bo'ldi? Sen menga nimanidir ko'rsatmoqchimisan-u? Xo'sh, mayli, qani ketdik. To'xta, nima uchun bu ishlamayapti? Sivilizatsiyada ishlaydigan faqat bittagina portal bor. Ishlaydigan bitta portal? Rostmi? U yerga qanday boraman? Yaxshi, o'yinni tez. Men tushundim. Bu o'sha speedrunchilar-ku. Yigitlar, ko'ryapmanki, o'yinni bosib o'tmoqchisiz, lekin bu oson bo'lmaydi. Nima haqida gapiryapsan? Bu oson bo'lishi kerak. Yaxshi. Yo'q, yigitlar, sizlar o'yinni tezlikda bosib o'tmoqchimisiz? Bu kim? Yigitlar, qo'ysangizchi, biz o'yinni bosib o'tishimiz kerak. Yo'q, uchinchi afsuski bunday qila olmaysiz. Yo'q, o'zingni bos. O'zingni bos. Groks, qanday jonimga tegding, xudo haqqi. Bu juda ahmoqona edi va men endi o'yinni bosib o'tolmayman. Mayli, menimcha men shunchaki o'tira qolaman. Bu darsda biz ahmoq jitelar tilini o'rganamiz. Hoy, nega meni qo'rqityapsan? Nega? Siz nima, rostmanasiga mana shu tilni o'rganasizmi? Yo'q, men bunday qilmayman. Yaxshi, men buni yakunlayman. Men tushunmayapman. Senga nima kerak, birodar? Menimcha u menga nimadir ko'rsatmoqchi. Va nega meni bu yerga boshlab kelding? Kancha, sen o'zbekcha gapirmaysan-ku. Sen nimalar qilyapsan? Jitel, men Minecraft o'yinidan o'tmoqchiman. Menga yordam berasanmi? Barakalla. Qo'y, sizda men uchun pul bormi? Men uysizman. Bizda yo'q, kechirasan, birodar. Sizlar omadsizlarsiz, sizlarda hatto pul ham yo'q ekan. Nima, bizda omadsiz deysanmi? O'zingda qancha bor o'zi? Yolg'on gapirmayman-u, lekin strategiyang yomon emas. To'xta, sen nima qilyapsan? Nega meni pullarimni olding? Yetib olomadsiz. Qani orqangga qayt. Yo'q, bu endi faqat meni pullarim. Menda ajoyib g'oya bor. Biz bizning qutqaruvchimiz va xo'jayinimizga ta'zim qilyapmiz. Kechirasiz, men pullarni ehson qilishim kerak. Vau, qanday yaxshi inson, sizdan kutmagandik. Bir bo'lak boq, meni pullarimni qaytarib ber. Uysiz ehsonlarni o'g'irlayapti. Oy. Nima haqida gapiryapsan? Sen meni pullarimni o'g'irlading. Nega menga bunday qarayapsiz? Qaytaga u meni pullarimni o'g'irladi. Uysiz chet-elga kimnidir o'marish nimaga kerak? Yo'q, u meni kuchugimni o'ldirdi va pullarimni o'g'irladi. Uysiz chet-elga buni nima keragi bor? Mayli, jonimga tegdi, bu yerga kel. Meni urmoqchimisan? Ahmoq, uysiz jitel. Ofitser, bu nima? Men hech narsa qilmadim. Og'zingni yop, yaramas. Bizda kameralarda hammasi bor. Biz sen qanday qilib uysizni o'marganingni ko'rdik. Pullarni ber. Mayli, oling mana. Biz seni g'azabni boshqarish bo'yicha 3 ta kursga jo'natamiz. Bu zailda hech qachon ajdarni o'ldira olmayman. G'azabni boshqarish bo'yicha kursga xush kelibsiz. Birodar, umuman olganda menda g'azab bilan muammolar yo'q, tushundingmi? Bu eng ahmoqona kurs. Yaxshi, bugun biz asta-sekin boshlaymiz. Har biringiz o'zingizni tanishtirasiz va nega bu yerda ekanligingizni aytasiz. Qiyinga o'xshamaydi. Siz boshlaysiz. Yaxshi, salom, mening ismim Bob. Meni bu yerga kichkina chechalarni zo'rlaganim uchun yuborishdi. Nima? Bu juda qiziqarli ish. Yana ular juda kuchsiz va ahmoq. Qo'shilaman. Yaxshi, kel endi seni eshitamiz. Sening isming nima? Ayta qol, shakarim, nima uchun bu yerdasan? Yo'q, faqat bu yigit emas. Men bu yerdaligimning sababi men Groksga soliq to'lashdan charchadim. Bu jahlimni chiqaryapti. Bu sivilizatsiyada taqiqlanishi kerak. Axir qanday qilib bolalarimni boqaman? Jonimga tegib ketding, o'zingni bos. Agar sen soliq to'lasang, demak omadsizsan. Borinikiga sur yaramas qurbaqa. Nima deding? Ko'ralim yo'qligi seni omading bo'lmasa sho'tingga tiqardi. Qurbaqajon, seni navbating. Men Qurbaqajonman va ana u uysiz yigitni ko'ryapsanmi? Men uni o'mardim.